Assalamu alaykum, qanday yaxshimi? Men bugun baqal yıqmoqchi. Shunga o'zimning qilishnim uchun usulimni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Oldi bilan men 3 tal tuxumim bilan 3 tal tuxumimni bir javurga to'kdim. Andan keyin 1 stakan, suv istikanda 1 stakan shakar. Buni yaxshi ko'ptirgich apparatimiz bilan ko'ptiramiz. Mana bo'ldi. Endi men bir suv istikini sumay, bir çay bardağı jara istikini hasal qo'yib, bularni yaxshi aralashtıraman. Mana hasal bilan sumayni qurib bo'ldik. Endi bularni yaxshi mana müşahid qilib oldim. Endi men bu qachamga 2 suv istikini un elib olgan. Shu unimni saldım. Suv istikini 2 suv istikini unimni andan keyin bir paket kabartma tuzumni to'kaman. Şalatda bularni yaxshi ko'ptiraman. Mana biz un bilan kabartma tuzini qilib bo'ldik. Endi men yong'oqimni bir aralashtıraman. Agar ichiga yong'oq xohlamaganlar yong'oq solmasanlarmi bo'ladi. Endi buni men mana bu sharoitda qilib bo'ldim. Mana endi buni men bu qachamning ichiga maysumish qayga soldim, shunga to'kaman. Mana bu holatda qo'yib oldim. Endi biz bunun ustiga yana yong'oqda xohlasanlar yong'oq, xohlasanlar kunjut qilsanlar bo'ladi. Mening bolalarım pek amroq yong'oqda. Mendan boshqa ham böyle. Shuna men teshinimi yong'oqda qapladim, ichini ham teshini. Bu holatda bo'ldi. Endi biz oldi bilan isitib olgan 170 graduslik fırınga solamiz. Oldi bilan isitib olishinglar kerak gradusni, bo'lmasa yaxshi pishmay qoldi. Men 170 gradus isitib olgan fırınga solaman hozir. 170 gradusda 30 minut, 40 minut atrofida, ya'ni qalab turib pishirman. Mana bu holatda bizning pishib chiqdi. Birdam sug'ish qo'yib qo'yman. Mana sug'ib chiqdi, endi biz buni kiysimiz. Mana bu şart sinab baqsalar buldum. Mening nimam o'lchimim kichik, ammo qacham cho'ng'oqlik uchun keng nima chiqdi. Agar kichikroq bo'lib qolsa, o'ylab yaxshi chiqadi. Elimi ham yaxshi mencha. Ham yaxshi chiqdi. Bu sharatda sinab baqsalar bo'ladi.